Bolamiz qolib, arini o'ynatgani keldi. Qasi bo'lmagan boru. Arini o'ynatishga shpilplatska olib keldik. Bu narsani eshitgan o'zbek tanishlarimiz hayron qolishingiz aniq, lekin bu haqiqat. Germaniyadagi maktablarning har bitta sinfi o'zini qahramoni bo'ladi. Bizning qizimizni sinf qahramoni shu Hermina, ya'ni aricha. Har juma mana shu ari qaysi bittadir o'quvchini uyiga mehmonga keladi va u mehmonga kelgan arini ota-onalar bilan birgalikda uni aylantirib mehmon qilinadi va u bilan birga suratga tushilinadi. Hozir bolajonlarimiz bu bilan o'ynashdi, tepadan batutlardan uchishdi, sakrashyapti, xullas. Endi Herminani menga berib, o'zligi o'ynashga ketishdi. Bu bo'lsa men bilan. Bu videoni ko'rgan oyim meni точно urishib o'ldirib qo'ysalar kerak bor. Shunaqa ham jinni bo'lasanmi deb. Buni ham hozir rasmga olib qo'ydim. O'quvchilariga jo'natishga. Agar bizning yoshligimizda shunaqangi sinf qahramoni bo'lganda, bizning ota-onalarimiz qanaqangi reaksiya qilishgan bo'lardi? Qani kommentariyada yozib qoldiring.